buyoqqa mol ushla xotiningni. Kerak emas menga bu xotin boshingizdan qosni olib kelgan keldingiz. Siz olib keldingizmi, o'zingiz quchoqlab o'tiring endi. Bir xona sovulida farang etlarim jimirlab ketdi. Kal bolangizga bering, menga kerak emas umuman. Aji kuku, smoky chuchu. Inangni kuku, men senga yosh bolamanmi? Aldab-sildab ko'nglimga kirolmoqchisan-da o'zingcha. Umr haq yurakchimda qorovaydan boshqasida joy yo'q. Qanisan-o? Stopirlar, jinna kirib olgan buni ichiga tova qildim. Endi jonim, men sizga yana bir marta aytaman, buni tag-tugini surishtiring, uni tutqanoq borga o'xshaydi. Hujjat tayyorlab yashirgan kasalligini. Hozir nima ko'p softa dokument qilib beradigan kursa 2 so'm bersang, o'likda ham tiritib yozib beradi bular. Qaqa ketding yo alvasti, shu baqa. Kemal vastasi dattalingiz chiqaraman, daqa keling. Dod, oyijon, faring. O'ldirishyapti, mana o'ldiryapti meni. Jipriqvoy, sen bilan kelishib olamiz. To'g'risini aytsam, hali beri yosh o'lib ketish niyatim yo'q. Bu inam uylantirdimi bo'ldi, bu bir umrlik degani. Ko'ryapman, sen ham normal ekansan. O'shaning uchun normal er-xotin rolini o'ynaymiz-da, inamni ko'ndiramiz. Vaqt soati kelganda ikkovimiz ham ayro bo'lamiz. Sen o'z yo'lingda, men o'z yo'limda. Kelishdikmi? Azgincha yashaymizda, xarakterimiz to'g'ri kelmadi, bola bo'lmayapti, inajon biza kechiring, biza ajralamiz deymizda, bo'ptimi? Kelishamizmi shunaqa desak? Menimcha ming'irladingiz, uxlashga qo'yasizmi yo'qmi? Yemol, senga faqat uxlash bo'lsa, ovqat yeyish bo'lsa, men mana siqilib ozib ketdim.